Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Tavuzdaki T. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. T. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. T'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol: to'shqan. T'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: kaptar. T'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol: it. T'ning ayrim shakli. Misol: put. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. To'shqan T harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kaptar T harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. It T harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Put T harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. T, A, ta, at, tat, A, ta, ata, ta, na, tana. İnaq to'shqanlar. Ormanda bir tulki bor ekan. O to'shqanlarga zodla aramchilik bermabdi. Bir qeri to'shqan to'shqanlarni atrofiga yig'ib, "Qarindoshlar, biz ko'p, tulki yolg'iz, shunga hammamiz birlashib tulkini qo'rqitib o'rmondan quvib o'taylik" debdi. Ular o'rmon ichiga mo'kinib turib, tulki kelganda hammasi birla vaqtda "Yo'qol bu yerdan" deb vaqirishibdi. Tulki qo'rqqandan o'z-o'ziga: "Voyjon, bu yerda bir yirtqich hayvon bor o'xshaydi. U meni yemoqchimi nima? Ya Allah, uning ovozi nima degan qo'rqinchli-qa?" debdi-da, bu yerdan qochib ketibdi. Shuningdan keyin tulki bu o'rmonga oyoq bosmas bo'pti. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati